Assalomu alaykum hammaga. Biz yangi devor mebel Chortoqqa kelganmiz. Xo'p, birinchi joyimiz arzon variantda devor mebel bo'ladi. Bizda yana bitta joyimiz bor. Xo'p, ikkinchi joyimiz bu ham arzon variantda bo'ladi. Bu tarafi ichiga eski dispeylarni ishlatamiz. Narigi xonada eski dispey ishlatilmaydi. Sekin ko'rsatib boraveramiz. Qutimiz tayyor bo'ldi. Arzon variantda bo'lyapti. O'rta ko'rpacha taxlashga, ikkita chekkasi ko'rpa o'sha kattaroq narsalar taxlashga bo'lyapti. Tayyor qoldi, ko'rsatib boraveramiz. Qutimiz tayyor bo'ldi. Ichiga o'zlarining eskilari ketyapti. Biz faqat tashqi qismini olib keldik, tashqi qismini qo'yapmiz. Tayyor qoldi, ko'rsatib boraveramiz. Qutimiz tayyor bo'ldi. Xo'p, bu xonamiz o'zlarining ichiga eskilari ishladi. Arzon variant, ikkalasi ham arzon variantda qilinyapti. Shu jigarrang dispeylar o'zlarining eskilari. Ikkita shkaf bo'lgan, osha-moshalar vakuumli. Xo'p, laminatimiz oti Venus. Xo'p, ikkinchi xonamiz bu ham Venusdan bo'lgan. Bu 100% o'zimizdan bo'ldi. Xo'p, ikkita chekka taxmon, o'rta ko'rpacha taxlashga, ko'rpacha taxlaydigan joyi ham kengina. Ishlari o'sha 60 sm bemalol ko'rpacha xotirjam sig'adigan razmerda. Xo'p, narxi ikkita xonamiz 7 500 ming so'mga tayyor bo'ldi. Qanaqa chiqibdi? Fikr mulohazalar kommentariyga kutib qolamiz.